Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, vatandoshlar, tinchmisizlar, omonmisizlar, sog'liqlaringiz yaxshimi? Qadrli birodarlar, Xorazm kanali Havas taksi 1264 ham reklamasi ketdi. Juda rozi bo'lasiz. Yine Jannat Kasr loyihasini bitkazib, inshaalloh yetimlarning boshini silab shuna girizibdilar. Shuna sadaqa qilgan barchalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Yetimning boshini silagan ikki dunyoda kam bo'lmaydi dedilar. İnşallah cennetlarda uchrashishlik nasib etsin barchalarimize. Yine halk gelip turibdi. Bugün 17 fevral hammani taklif etib turibdi Qudratbek. Yine ustoz kurslarga jamoat jam yana bu yil odam adres so'rab yotibdi. Jo'ramboy, esa ishlaringiz amilari bo'lsin. Rahmat, Allah razı olsun şu hürmet kılıp buraya gelipsizler. Bu obunachilaringizga barchasine assalomu alaykum. Xudo xolasa bugun yine Xudoyimning bir nazari tushgan joyda 42 gün içinde xalqning e'tibori ihsoni bilan Xudo xolasa joy saldik inshaalloh. Hem joy to'yi, hem sunnat to'yi kelaverasizlar. Xolis ana ko'yningizdan chiqqani bo'lsa ana uy egasine bemalol to'yanalarыңizmi, qo'shantlaringizmi bemalol qilaverasizlar. Alloh razı olsun. Barchangizni bugungi 17 fevral günü bo'lib o'tadigan to'yimizga taklif qilamiz. İnşallah chiroyli gaplar yozib, chiroyli komment qoldirsangiz xursand bo'lamiz. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Esa qadrli obunachilar. Yine Xudo xolasa Mr. Plajinasini tashlab o'tamiz dedik. O'zingiz fikrlaringizni kommentarlarda yozib, kanalga kelib, Allah bo'lsam duo qilib, bolamizni eslab tursangiz biz xursand bo'lamiz inshaalloh. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, barchalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.